5. qism. Shunda qilib, orduda yuz bergan bu cho'ng vaqa boshqalardan sir tutilgan bo'lg'achqa hech qanday g'olg'uli qo'zg'amasdan besiqqan bo'pti. Podshohmo necha kun mijozi yo'qligini bahona qilib, qobulxonaga chiqmay kayfiyatini boshqalarga chandurmaslikka tirishibdi. Shahzoda Samandar nihoyat tez cho'ng bo'lishga boshlabdi. Osmondan tushgan omadga erishgan Sodir va Zahra barliq mehr muhabbatini Shahzoda Samandarga beg'ishlab, jon-dil bilan uni parvish qilishga boshlabdi. Samandar ularning hayotiga kirib kelgandan keyin Sodir beliqchining ishlari yurishib, burunqidan 1-2 hassi ko'p beliq tutadigan bo'lib ketibdi. Zahraning chiroyidan kulki o'chmaydigan bo'libdi. Samandarmo ularning eng cho'ng xushalliqi va hayotining ma'nosiga aylanibdi. Maymunamo har kuni bolalari bilan kelib, ularni yo'qlab ketishni zodili unutmabdi. Samandarmo Maymunani uning bolalaridan talishib emadigan bo'libdi. Maymuna bu tuksiz bolani qavatli yaxshi ko'rgachga, ba'zida o'zining bolalaridanmi qizg'inib qoladi ekan. Maymunaning bolalari ham Samandarga nihoyatda omroq ishgan. Ular onasining to'sishiga qaramay bu tuksiz qerindishi bilan o'ynashidi ekan. Samandar nihoyatda tezda ular bilan birga o'ynashga ko'nib qoldi. Sodir bilan Zahra maymunlar qachon bolasining biror yerini og'irtib qo'ydi ekan deb andish qilib yurdi ekan. Lekin Samandar maymunlarning har xil qo'pol o'yinlariga nihoyatda xushallik bilan moslashidi ekan. Keyin bara-bara ularmo Samandarning maymunlar bilan o'ynab, bu yerlarni yori qilishlari, yiqilib tushishlariga ko'nibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Samandar o'milashga boshlabdi. Shuningdan boshlab Zahra Samandarni har kuni degudak o'rmonlikdan tepib keladigan bo'ldi. U necha daqiqa diqqatini uning buniga qaratib bo'g'icha Samandar o'milgan peti birdamdila ko'zdan g'oyib bo'ladi ekan. Zahra dod faryod ko'tarib uni izlab chiqqanida u allaqachon o'rmonlikqa kirib maymun do'stlari bilan tepish bo'ladi ekan. Samandarning quyrug'imi kundan kuniga o'sib, uzun seriq tuklarga to'libdi. U quyrug'ini xuddi o'z qo'lini ishlatgandek ishlatalaydi ekan. Uzun o'tmayla uning quyrug'ining xuddi hayvonlarnikiga o'xshash nihoyat muhim ekanligi Sodir bilan Zahraga ayon bo'ldi. Shunga dastlabda uning eg'i kangri ishtonlarni kiydirib, quyrug'ini yo'shirib yurgan bo'lsa-mu, o'g'lining bearam bo'lganligini bilgandan keyin quyrug'ining erkin ozoda harakat qila olishi uchun ishtonlarining orqa tarafiga kichik bir to'shik echib beribdi. Kapsiz tantak Samandar Sodir bilan Zahraga nihoyat qisqa vaqt ichida ota-ona bo'lishning xushalligi, tashvish, iztiroblarini to'liq his qildiribdi. Hurmatli anglarman. Endi bizning bu erk shahzodimiz tabiatga qo'shilib, o'rmonlikda do'stlar bilan o'ynab, bolaligiga qiynib tursin. Biz o'rdaga qaytib kelaylik. Namanshoh malikalardan birining tug'ilgan kuni munosabati bilan o'rda ahliga ziyofat berib o'ltirgan ekan. Taomlar yeyilib, mayla ichilib, raqslar o'ynalib, nag'malar yangrab, sharobning kayfi tutganda o'ng qo'l vazir asta podshohga yaqinlashib mundaq debdi. Ey qaddi qomatlik, qadru qimmatlik podshohim. Aybga buyurmasalar, o'zlariga deydigan 2 kalima so'zim bor edi. Qani so'zlang vazirim, quliqim sizda. Uzoqdan buyon tayyorlik ko'rib fursat kutayotgan o'ng qo'l vazir gelini qirib etib gap boshlabdi. Aliylari, o'ylab baqsam, hozir amirlarda Gulambar ismli banolardan 2si bor. Lekin ular sizlarga o'g'il farzand tug'ib beranmadi. Bu gaplarni qayta aslarga sip, konyorlarga to'sapmoqchi emasman. Ammo shundoq o'ylab qoldimki, birinchi qitim qiz tuqqan ayol, ikkinchi qitimmi qiz tug'di deb kim debdi? Ha? Albatta, Gulambar ismli barliq qizlarning hammasini tepishga to'g'ri kelgan taqdirdami, o'zlari uchun tepishga biz tayyor. Lekin haramxonada Banodan yana birini ko'paytib, bosh og'riq topqucha
Gülenber banolarının xalığan biridən qayıt pərzətlik bo'lishini o'ylab baxsılı bo'lmasmı? Ha? Bu gaplerimni beymani yoki ortiqcha deb qaramasdan o'ylanib beqishlarini so'rayman oliylari. Bo'ldi, bugun bu gapni qilishmayli. Mening xush kayfimni buzg'im yo'q. Debdi podshoh va sharob ichishni davomlashtiribdi. Lekin o'ng qo'l vazirining bu so'zlari podshohga ta'sir qilmaymi qolmabdi. Demisimi, banularning hammasi degidek oliylari bizni yo'qlamas bo'lib ketdi deb yomonlab yurmoqda ekan. Bu vaqtda o'ng qo'l vazirining qizi Gülambar Banu dadisining maslahati bo'yicha nozik karashma va shirin shekar so'zlar bilan podshohning ko'nglini elishga tirishibdi. Ularning kutganlari ro'yobga chiqib uzoq o'tmay Gülambar Banu qo'saq ko'tiribdi. Ammo podshoh bu qitim bu sababli xushal bo'libmi ketmabdi, xafa bo'libmi ketmabdi. Vaqt yo'rg'ilab o'taveribdi. Samandarning opisi Gülambar Sardarbagning sarayida o'zi ko'rishgimi muyassar bo'lolmagan o'g'lining firaqida parishon holda kun o'tkazaveribdi. U Sardarbagning o'ziga qilgan g'amxo'rligiga javob qaytarish uchun bo'lsa-mu g'ayrat qilib yashash qaroriga keldi. Kashti yinglisini qaytadan qo'lga elib, saraydagi barliq yotgan ko'pa yostiqlarga qaytadan gul kashtilab chiqibdi. O'yla orollarni har xil gul chechaklarga to'ldiribdi. U har kuni Sardarbagning qarshi turishiga qaramay, saraydagi mulozim qizlar bilan birlikda tozlik qilish, tamoq etish ishlariga qarshi ekan. Sardarbag o'z sarayini kundan kunga go'zallik bilan to'ldirayotgan, to'limi go'zal bu qizga asta-asta ko'ngli tushib qelyotganligini sezibdi. Biroq uningga o'z ko'nglini izhor qilishga petinolmabdi. O'ng qo'l vazir maxsus odam o'rinlashtirib, chat sahrolardan qizi bilan bir vaqtda qo'rsoq ko'tirgan ayollardan bir nechini maxsus kuzatib yuribdi. Gülambar Banuning oy kuni to'shib, tug'uti yaqinlashganda o'ng qo'l vazir yana bir ziyofat bahonasi bilan podshohni bir necha kun haramxondan yiroqlashtiribdi. Ishlar o'ng qo'l vazirining kutgan yeridan chiqib, sahrolik kambag'al bir ayol Gülambar Banu bilan bir vaqtda yangibdi. Shundaqla o'g'il tug'ibdi. Gülambar Banu bo'lsa yanada qiz tuqqan ekan. Bu qizning ikki qishining o'ttirisida bir tal xoli bor ekan. Gülambar Banu bir yil ilgarila dadisi bilan birlikda agar o'zi yana qiz tug'ib qolsa, boshqa bir o'g'il bovoqni tepib almashtirib etishni planlab qo'ygan bo'lg'achqa, o'z qiziga shunchalik mehri tushib qolganligiga qaramay, yig'lab turib, o'z qizini dadisi o'rinlashtirgan kishining qo'liga topshiribdi. Sahrodagi heliqi kambag'al ayol tug'ut asnosida uyda yolg'iz bo'lib, uni yiroqdan kuzatib turgan vazirning odamlari yordam qilguvchi sifatida u ayolning yeniga kirib, tug'ut onasi bo'ldi. Ular vazirning o'rinlashtirishiga bo'ysunib, oldin tayyorlangan dorilarni ishlatib, bola tug'ilgan hamon u ayolni hoshidan ketkizibdi. Ondan eng tez surat bilan o'g'il bovoqni yo'shirinchi o'rniga yetkizib, Gülambar Banuning qizini akilib, u ayolning yeniga yetkizibdi. Ayol hoshiga kelgandan keyin Gülambar Banuning qizini o'z balam deb bag'riga besibdi va o'ziga shunchalik muhtoj chig'ida xolisona yordam qilgan bu ayollarga ko'pdan ko'p rahmatlarni aytibdi. Gülambar Banumu bu o'g'il bovoqni o'z balam deb quchog'iga oldi. O'ng qo'l vaziri o'rinlashtirgan jakarchi podshohning oldiga yugurib kiribdi. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Qo'llari o'zlariga nihoyat uchun xush xabardan birini ib keldim. So'yinchi bagaylar oliylari. Podshoh bu gapni anglab ancha hayajonlanib ketmabdi. Gülambar yangigan o'xshamamdi. Oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Shundoq Gülambar xonish yangidi. Xabar topdim. Qaytishimga ijozat. Oliylari, bu vaqtning o'g'il yoki qiz ekanligini so'rmadilar-ku. Ha? So'rishimning zarurati yo'q. Cho'qim yana qiz tug'ildi. Oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Gülambar xonish o'g'il tug'di. Nima? Podshoh o'z quliqiga ishonmay qayta-qaytalab so'rabdi.
yana shu javobni olgandan keyin yugurgan peti saroydan chiqib, taxt-ravong'imi o'ltirmasdan etiga minib, haramxonaga yetib keldi. Kirgan peti Gülambar xonisining quchuqidagi bovoqni ilib, yo'gakni qayirib, bovoqning avratiga qarabdi va xushalliqdan ko'zlariga yosh opdi. Bovoqni va xonisni quchoqlab, ming rahmat shukrlarni aytibdi. Shu hamon jakarchi chaqirib, bugun butun shahar yezi qishloq ko'chalarida tilla chashqu qiladiganligini, butun o'rda ahliga ziyofat beradiganligini uqtiribdi. Butun mamlakat bayram shodligiga cho'mibdi. Kashlik ziyofatda podshoh Gülambar Bonuni cho'ng xonislikka ko'targanligini, o'g'lining valahdi bo'ladiganligini tantani bilan chakalabdi. Necha kundan keyin podshoh yana qaytadan o'rda ahlini yig'ib ziyofat berib, o'g'liga Samandar deb ism qo'ydiribdi. Vazir vuzra, bag amaldorlar taraf-tarafdan esil sovg'atlarni olib kelib, podshohni tabriklabdi. Hatto atrofdagi Nurafshon, Zarabshon, Kushan allarining podshohlarimi kelib, Namanshahni tabriklab qaytibdi. Sol qo'l vazir bilan Sardarbek Gülambar xonisining o'g'il tuqqanligidan ajablangan bo'lsa-mu, albatta podshohning bu xushalligiga tangjo'r bo'ldi. Ular umidsizlanib ketmasin deb Sardarbekning saroydagi Soyib Jamol Gülambarga bu ishlarni bildirmaslikni planlagan bo'lsa-mu, butun mamlakatga bayram shodligi ato qilgan bu xabar uzoq o'tmayla Gülambarning qulig'iga yetibdi. Biroq Gülambar Sardarbekka bu haqda hech qanday eg'iz ochmabdi. Faqat aslidagi kam so'z Gülambar bu xabarni anglagandan boshlab teximi jimib ketibdi. Uning parishon holatini ko'rgan Sardarbekning yuragi og'rirsimi, qanday tasalli berishni bilolmabdi. Sardarbekning bu iztiroblarini tushungan Gülambar Sardarbekka mundaq debdi. Sardarbek, men uchun xavotirlanmasala. Bu baxtsizlik mening taqdirim bo'lsa kerak. Qabul qilmay ilojim yo'q. Ayni chaqda dadam og'rib qolganda men har qanday qismat kelsa chidashga qasam qilgan edim. Balkim buning bir hikmati bordir. Hozir podshohning o'g'li bor bo'ldi. Podshoh ko'rgan tush reallikqa aylanamdi, aylanmamdi. Buning bilan parvoyim pelak. Ammo o'g'limning bir yerlarda hayot yashayotganligiga ishonaman. Uning bilan bir kuni bo'lmasa bir kuni cho'qimchan bo'lamiz. Ya men uni izlab topaman, yoki u meni izlab topadi. O'g'lim bilan jam bo'lish uchun qanchalik vaqt sabr qilishga to'g'ri kelsa, men tayyor. Agar ruxsat qilsalar, men bu shahardan ayrilib, yiroqlarga ketsam deyman. Yilimi 1 yildan oshdi. Saroylarda xuddi o'z uyimda turgandek turdim. Hatto hurmatga sazovor mehmondek. Sizlarga ko'p qarzdor bo'ldim, begim. Undaq demang Gülambar. Saroyimdagi hammaylarni allaqachon sizning bog'lig'ingizga ko'nib qoldik. Siz bu saroyni go'zallikka to'ldirdingiz. Taomlarga ta'm qo'shdingiz. Saroydagi har bir narsaga sizning ajringiz tegdi. Siz menga asla qarz emas. Aksicha, biz sizga qarzdor bo'ldik. Shuning uchun sizga atab ayrim uy soldiryapman. Rahmatimni bildirganim bo'p qolsin deb, men qanday qilsam sizga minnatdorligimni bildiraman deb yursam, siz o'zingizda menga qarzdor bo'ldim deyapsiz. Bu meni bakli yot ko'rganingiz emasmi? 1 yildan beri urug' tuqqandek bo'p qoldik deb yurdim. Acaba xatolashdimmi? Lekin Sardarbek, bir kunlarda mening bu saroyda yashayotganligim o'rdiga yetib qolsa, sizlarga avvarslik tepib beramanmi deb qoldim. Shunga eng yaxshisi yiroqlarga ketganim tuzuk. Yo'q gapni qilmang Gülambar. Bu tufayli beshimga bir qismat kelmoqchi bo'lsa, bir kun turganligingiz bilinsimi kelaverdi. Bu gap qayta tilga ilinmasin. Bu saroyni tark etmoqchi bo'lsangiz, men asla rozi bo'lmayman. Saroydan chiqmay yurayverib, ichingizning siqilib qolganligini bilaman. Yana ozroq vaqt sabr qiling. Sol qo'l vazir ikkimiz Samandarni izlashdan voz kechganimiz yo'q.
Yoshuruncha uni har tarafdan izlab turyapmiz. Kichik samandar rastilla podshohning bolasimi emasmi? Mening buningga gumonim bor. Sizni o'rdida jiq odam ko'rib boqmagan. Shundaqdimi? Ozroq vaqt o'tsa, o'rdida ko'rganlar sizning chiroyingizni unutib ketsa deyman. Shundala xotirjam yura olasiz. Bo'ladi, Sardarbek. So'zlarini tushundim. Undaq bo'lsa, meni buningdan keyin mehmon qatorida ko'may, saroyning bir ishiga mas'ul qilib qo'ysila bo'pti ekan. Shundala mening ko'nglimni amin topatdi. Agar samandar tepilib, sizga tuhmat qilinganligi oshkor bo'lsa, o'rdaga qaytib, xonish bo'lishingiz mumkin. Siz sarayimda hilmi har kuni jiq ishlarni qilib kelyapsiz. Ya'ni sizni bir ishga mas'ul qilishga qandoq mujrat qilay? Zerikib ichingiz siqilib ketmasligi uchun saroyda nima ish qilgingiz kelsa shuni qiling. Aram og'ingiz kelganda aram eling. Shunda qilsangiz, men bu xijolat bo'lib qolmayman. Shunda qilib Gülambar Sardarbekning saroyida turib qoldi. Saroydagi hammaylar uningga bakli omroq ekan. Gülambarmo saroydagilarga kiyim tikishni, gul kashtilashni o'rgatibdi. Gullarni qandoq yetishtirishni tadqiq qildi. Armak hayvonlarni beqibdi. Shu orqali hayotini ma'nilik o'tkazishga boshlabdi. Uni har qitim ko'sa Sardarbekning chiroyiga kulki yuguradi ekan. Qalbi hayajonga to'ladi ekan. Kichik samandar dunyoga kelgandan boshlab Xonish Gülambar bilan o'ng qo'l vazirning beshi osmonga yetibdi. Xonish Gülambar boshqa banolarning oldida manmanchilik, cho'ngchilik bilan g'adib mangdigan bo'pti. O'ng qo'l vazirmo o'rdidagi amaldorlar orasida hech nimadan tap tatmas bo'pti. Hatto podshoh huzuridami qiyin otiligini voyaga yetkazib qila oladigan bo'pti. Kichik samandarning oldida podshohning shohligi qayoqqadir uchib ketibdi. U tamoman qulga aylanibdi. Butun xiyoli, butun Asiyodi shahzodaga markazlashibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Kichik samandarning oyig'i va tili chiqibdi. Shuningdan boshlab butun o'rda ahli kichik samandarni ko'rsa, o'zini ep qochadigan bo'pti. Kichik samandarning o'rdida degini degan, qig'ini qilgan bo'lib, u kimdir birini menga ot bo'p desa ot bo'p berishi, qaysidir bir hayvonni do'rab desa do'rab berishi, nemini xolisa shuni hozir qilishi, nemini xolamasa ko'zdan yo'qitishi. Qisqasi, o'ldisi o'lishi, tirildisa tirilishi kerak ekan. Padişahның har qachon, har vaqt shahzodaning gapini anglaydiganligini biladigan bo'lg'achqa, hammaylar ushuq shahzodani xalq qilib qo'yishdan, uning ko'ziga yoqmay qilishdan, uning talabini o'rindab berolmay qilishdan ansiraydigan bo'lib qoldi. Padişah samandarni kichigidan boshlabla yaxshi tarbiyalash niyatida eng bilimlik davlat arboblarini uninga ustoz qilib beribdi. Biroq haddidan ziyoda erki o'gitib qo'yilgan shahzoda ularni bir-birlab bezor qilib ko'zdan neri qildi. Chunki samandar dars o'rganishga zodili qiziqmaydi ekan. Ustozi ozroqli yuqori talab qo'ysa, ko'kamili qilib, vaqirab-jaqirab podshohni chaqirib kelishga buyuradi ekan. Podshoh kelganda bo'lsa, ustozga bir talay batnomlarni chaplab, urg'an, tilligan otga chiqarib ketkizib etishni talab qiladi ekan. Padişahmı şahzadəyə az dolu kayıb qoydu ekan-yu, oxirgi hesabda yanıla şahzadənin sözünü anlaydı ekan. Şahzadənin bəkli erkə, tərsa, cahil çoğ bo'lib qelivatqanligini sezib tursa-mı, yanıla uning xafa bo'lib qilishiga, yig'lishiga chidamaydi ekan. Bechora amaldorlar qachon shahzoda o'zlarini qo'lidan kelmaydigan yoki boshqalarning oldida xijolatga qoladigan biror ishqi sep qoladi ekan deb o'zlarini chatga elib yurishidi ekan. Adabning nimaligini bilmay cho'ng bo'layotgan kichik samandar cho'ng kichik o'rda ahlini tantaklik bilan bir mahal qoqishib tursin. Biz endi nazarimizni cho'ng samandarga og'diraylik. Shoxlari majnuntalga o'xshaydigan, yaproqlari poqirab turadigan tush tarixi esingladimi? Ana shu tush tarixining atrofida bir to'p maymunlar yashaydi ekan. Bir-birini qo'g'lashib, shoxdan shoqqa sakrashib o'ynayotgan maymunlar orasiga sinchilab qarasangiz, kiyim kiyib olgan, yuzlarida tuki yo'q bir maymunni ko'rasiz.
u aslida maymun emas, balki dal bizning shahzoda samandar bo'lib, bu yil 7 yoshlarga kirib qolgan samandar allaqachon maymunlarning sardori bo'lib qolgan ekan. u ikki qo'li bilan goh maydisiga urib, goh har xil ovozlarni chiqarib, goh o'zgacha harakatlari bilan maymunlarga o'z maqsadini bildira oladigan bo'lib ketibdi. Maymunlarla emas, o'rmonlikdagi boshqa hayvonlarmi uning so'z harakatlarini tushunib, loyiqida inkos qaytardi ekan. Samandar chaqqonlik va ziyraklikda maymunlardan qilishmayli qolmasdan, hatto ularni besib tushdi ekan. u maymunlar bilan birlikda ba'zida yova mevalarni talishib o'ynasa, ba'zida mo'ki-mo'kilan o'ynaydi ekan. Ba'zida bir manzilni nishonlab tez yugurishda musobaqa qilsa, yana ba'zida egiz daraxtlarga chiqishda musobaqa qilishadi ekan.